Bu bo'lsa yer shari. Siz va 7 milliarddan ko'p odam turmush kechirayotgan planet. Siz pishiq biladigan narsalarning hammasi mush yerda. Lekin siz yer sharining cho'ngligini butun olam bilan solishtirgan vaqtda uning zodi qanchalik kichik ekanligini his qila olasiz. Qani biz oy sharidan boshlaylik. U biz ko'ra oladigan eng yaqin qo'shnimiz. Siz balkim oy shari yer shariga nihoyat yaqindek his qilishingiz mumkin, chunki u hamon kech osmonini yo'ritib turdi. Lekin amaliyotda oy shari yer shariga unchalik yaqin emas. Aksicha u bizdan 384,400 kilometr yiroqlikda. Bu oraliqda dal 30 dona yer sharini sig'dirg'ili bo'ladi. Agar mashina haydab 100 km/soatlik suratda oy shariga berib sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, buningga taxminan 160 kun vaqt ketadi. Bu bir odamni cho'chitgidek oraliq bo'lsa-mu, lekin allaqachon 12 nafar odam uning ustida oyoq izini qoldirib qo'ydi. Bu insonlar oyoq bosgan eng yiroq, shundaqla birdan-bir osmon jismi, hamda bu insoniyatning eng qaltis muvaffaqiyatlarining biri. Bu bo'lsa oy sharida ko'rsatilgan yer sharining holati. Agar siz shu olam uchiqchilari bilan birga turgan bo'lsangiz, agar siz yer sharidagi ma'lum biriga uchur qaytarmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, bu parcha uchurning ikkinglarning orasida berib kelishiga faqat 2,5 sekundlik ketadi. Bu bo'lsa yo'riqlik suratiga barobar. Bu bo'lsa Mars turib tortilgan bir parcha yer sharining surati. Siz ko'rgan shu kichik nuqta dal Mars turib ko'rsatilgan yer shari. Amaliyotda Mars bilan yer shari o'rtasidagi o'rtacha oraliq taxminan 225 million kilometr. Lekin bu oraliq eng yiroq bo'lganda yana 401 kilometrga yetadi. Bu agar bir odam eng oxiri Marsga chiqqan bo'lsa, bu odamning oy shariga chiqqan olam uchqusi bosgan musofadan 986 essa yiroq musofani besib tamomlaganligidan darak beradi. Bu xil ahvol ostida yer shariga bir dona qisqa uchur avatishga ketgan vaqt faqat 2,5 sekund emas. Amaliyotda faqat uchurning yetib berishiga 20 minut vaqt ketadi. Bu ahvolda jiddiy aloqa aslo amalga oshmaydi. Aparatni texnik yiroqlashtirganda biz insonlar yasab chiqqan yer shariga eng yiroq bo'lgan sun'iy kuzatish asbobi sayohatchi 1-nomerni bayqay olamiz. Hozir u yer shariga dal 138 astronomiya birligi yiroqlikda. Astronomiya birligi EU bilan qisqartib yozilgan bo'lib, yer shari bilan quyosh orasidagi oraliqda. Ya'ni shundaq deyishga bo'ladiki, sayohatchi 1-nomer yer shari bilan quyosh orasidagi oraliqdan 130 assa yiroqlikda. Uning uzunga so'zilgan musofasida u apparatni yer shariga qaratdi hamda uni bir parcha suratga tortdi. Shundaqli qarag'animizda bu parcha rasm ancha tonish ko'rinmaydi. Lekin meningcha bu bo'lsa insoniyat tarixida tortilgan eng buyuk bir parcha surat. Mana bu arzimas sangar ranglik nuqta dal yer shari. Karl Edward Sagandan boshqa hech qanday bir odam bu suratga tuvanigidek isil baho berib boqmagan. Agar siz bu parcha suratga qarasangiz, siz bir nuqtani ko'ra olasiz. U dal yer shari, u dal oila, u dal biz. Siz anglab boqqan har bir odam, har bir insonning hammasi mush yerda turmush kechiradi. Biz boshdan kechirgan xushallik va azob, necha ming xil dinlar, ideyalar va iqtisodiy ta'limotlar, har bir ovchi va chorvachilar, har bir qahramon va to'qi yuraklar, har bir madaniyat barpo qilg'uvchi va halok qilg'uvchilar, har bir podshoh va dehqonlar, har bir jup muhabbat qaynimga cho'mgan oshiq ma'shuqlar, har bir umidga to'lib toshgan bolalar, har bir ona va otalar, har bir kashfiyotchi va izlanguchilar, har bir axloq mualliflari, har bir chiriklashgan siyosiyonlar, har bir darajadan tashqari cho'lponlar, har bir oliy darajalik rahbarlar, tarixdagi har bir avliyolar va gunohkorlarning hammasi mushu quyosh nuriga cho'mgan changtuzang ustida borliq kelgan. Sayohatchi 1-nomer hozir sekundiga 17 km/soatlik suratda olg'a ilgarilayotdi. Lekin hatto bu xil surat ostidami u texi bizning quyosh sistemasining yanidagi o'rta tumanligiga yetib bora olmaydi. Quyosh sistemasidan olqigan vaqtda biz texnik planetlararo qo'shnilarga yo'liqamiz. Bu yerga kelganda bizning oraliqni hisoblash birligimiz yo'riqlik yiliga o'zgaradi. Bir yo'riqlik yili yo'riqlikning bir yilda kezalaydigan oraliqni ko'rsatadi. Yoki u 9,461 trillion kilometrga teng keladi. Bu bo'lsa quyoshdan boshqa yer shariga eng yaqin turg'un yulduz, lekin u yana bizdan 4,2 yo'riqlik yili yiroqlikda. Texmi aniq tushunish uchun, agar sayohatchi 1-nomer yo'nalishini o'zgartirib qo'shni yulduzga yuzlansa, u yana 70 ming yil vaqt sarf qilib u joyga bora oladi. Boshqacha aytganda, agar siz bayotdan oy shariga berib sayohat qilganga o'xshash mashinangizni haydab 100 km/soatlik suratda u yerga berib sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, undaqda buningga olamning butun yeshidan yana 6 ko'p vaqt ketadi. Lekin siz yetib borgan vaqtda qo'shni planet allaqachon mavjud bo'lmasligi mumkin. Videoning davomini Olam siri salonidan ko'ring. Balkim bu video sizning dunyo qarashingizni o'zgartirishi mumkin.